Do'stlar qaranglar, pulli o'yinlar boshlayapmiz. Sunnatulloh bugun tug'ilgan kuni ekan. Mana Qo'qondan boshladi. Dang'ara tayyor turlar. Qani Sunnatulloh mana 2 ming pullar ko'ryapsizlar. 6-7 million pul bor. Tepadan bitta siqimlaysiz chiqqani sizniki. Ketdi. Ha, tepadan, qo'l tepadan soling. Ha, yaxshilab siqimlang. Yaxshilab siqimlang. Chiqqani sizniki. Beryaptimi, siqimlayapti. Oling. Qo'l tushga qo'ying. Davay, qani sanaymiz endi. Qani, nech pul ekan? Qo'li kichkina bo'lsa olamas ekan. Ha, men ham bo'laman, qo'li kichkina olaolmaydi desam, yo'q. Terib oldi bu. Qolmadi, pastda pul. Qo'lingizda nima bormi? Kombayn bormi? ellikta. 50 ta. 132 ta. Xo'p, demak Sunnatullohga 244 ming pul qo'liga chiqibdi mana deb 244 ming so'ganiga qo'yil. Qarang, endi qadrli do'stlar, sizlar ham yo'limdan chiqqan mana shunaqa bitta qo'lni siqimlab, mana shu olgan pullar sizlarga bo'lishligi uchun menga obuna bo'lib qo'yishlar kerak. Sharti bor buni. Mana meni Instagramga obuna bo'lasizlar, hamda bu yerda Telegram kanalim bor. Bittangizga obuna bo'lasizlar. Mana 60 ta homiylarim bor, mana kirganlarda mana. Homiylarimga mana shunaqa podpiska bosib qo'yasizlar. Mana bo'ldi, 60 tasiga bosib qo'yasizlar. Eng qizig'i men 5 ta Spark ko'rganman. 5 ta Sparkdan yutib olishlar mumkin. Undan tashqari mana shunaqa butun vodiy bo'ylab sayohatda yo'limdan chiqib qolsanglar, ko'chalarda ko'rsanglar, shart bajargan bo'lsanglar meni to'xtatinglar yoki odamlar gavjum joylarga to'xtaymiz. Shartlar bajarganlarga, bizga obuna bo'lganlarga mana shunaqa bitta qo'lida shunday turib qanchalik olish imkoniyatini beramiz. Mana men hozir 300 mingni oldim. Sizda imkoniyati bor. Aktiv bo'lamiz, menga obuna bo'lamiz, pullar yutib olamiz. Xursandmisiz?